Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir chiroyli darvozamizda Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvona qishlog'iga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi darvozamiz. Eniga 360, bo'yiga 345 razmerga o'rnagan darvozamiz 11 million 200 ming so'mga olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalariga 10/5 shviller, 2 yon tagi shviller bo'ldi. Tepasi 10/5 profil, 1.7 stenada. Ichidagi profillar 6/4, 1.5lik stenada, listlari 2lik listda bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli, juda baquvvat, juda ideal holatda o'rnadi darvozamiz ham. Kraskalariga kelsak, kraskalari mokra asfalt rangda bo'ldi. Devo kraska, xudo xohlasa kraskalarga ham garantiya. Ruchkalariga tilla rang nejvinkadan yopishtirib berildi. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Zamoglariga kelsak, zamoglar doim o'rnatilgan, o'sha zubur zamog. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, orqa holatlari, orqalari ham tekis bloklar bo'lib, juda chiroyli holatda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimizning pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi o'rnatgan darvozalarimizni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Bemalol ko'rib borasizlar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.